Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, tilldoshlar, dindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bir kitob bilan bizni millatni yana alhamdulillah kitoblar ko'p chop bo'lyapti. Yana bir kitob bilan siyladi. Muhammad Zarif birodarimiz Azimat degan bir asarni yaratdilar. Bu asar sizlarga taqdim qilinyapti hozir. Asosan nima uchun azimat deb atalgan deyilsa, o'sha qiyinchilik, mashaqqat va to'siqlarga qaramasdan buyuk ishlarga muvaffaq bo'lgan kishilarning tarjimai hollari, siyratlari, ularning hayotlaridan namunalar keltirilgan. Mana bu natijani olish uchun o'sha to'siqlar bilan kishida azimat, ya'ni qat'iyat va ishning eng osonini emas, eng afzalini olish qiyin bo'lsa-da, eng afzalini olish odati bo'lgani uchun va mana shu yo'nalish, mana shu suluk ularni o'sha yutuqqa olib kelgani uchun ulardagi mana shu axloq azimat axloqi bilan nomlangan. Bunda Ato ibn Abu Raboh kabi ulug' tobiinlar 200 ta sahobadan ilm olganlar. Hazrat Imom ham u kishidan ilm olganlar. Yana boshqa ko'plab ulamolar ko'zlarida ojizlik bor, badanlarida sharlik bor. Imom Johizga o'xshagan, Amr ibn Usmon Johizga o'xshagan. Yana boshqa ko'p ulamolarni o'sha mashaqqatli, o'ta ham og'ir vaziyatda turib, sog'lom, erkin va juda bir qulay sharoitda ham kishilar erisha olmaydigan yutuqlarga erishganlari namunalari keltirilgan. Bu barcha uchun foydali. Bu o'shanday musibatga, sinovga tushgan kishilar uchun ham namuna. Sog'lom, kamu ko'sti yo'q hayotda yashayotgan kishilar uchun ham bir yetakchi namuna. Ki o'sha holatdaki ular shu darajaga yetgan bo'lsa, biz ulardan yuqori darajaga yetish uchun harakat qilishga mas'ulmiz. Chunki ulardagi ne'matdan bizdagi ne'mat ko'pmi, shukronasi bizda ko'proq bo'lishi kerak degan bir kishilarga shijoat, g'ayrat beradigan namunalar bor. Hazrati Imom aytarkanlarki, yana Imom Abu Hanifa alayhi rahmat, menga fiqh masalalaridan ko'ra solihlarning hikoyalari yoqadi derkanlar. Chunki bunda kishini sobit qiluvchi, hayotda sobit qiluvchi, dinda sobit qiluvchi va insonni shijoatlantiruvchi bir urug' bor. Imom Junayd aytarkanlar, solihlarning, Allohning do'stlarining qissalari, hikoyalari Allohning lashkarlaridan bir qo'shindir dedi. Ya'ni qo'shin odatda bir yurtni zabt etadi. İnsanlarning qalbini zabt etuvchi, lashkar kabi fath etuvchi bir kuch hisoblanadi solihlarning hikoyalari. Shuning uchun salaf solihlardan rivoyat bor. Inda zikris solihina tanzilur rahma. Solihlar zikr qilingan paytida Alloh subhanahu va taoloning rahmati tushadi. Ya'ni odamlarning qalbiga ezgulik taraladi degan. Mana shunday bo'ladi. Mana shu kitob ayni shu lashkar sifatida qalblarni fath qiluvchi bir qissalarni jamlagan. Bu yerda asosiy boshqa umumiy siyrat kitoblaridan ulamolarning siyratlariga bag'ishlangan, ulamolarning tarjimai holiga bag'ishlangan kitoblardan farqi, bu yerda o'sha yetuk shaxs va ulug' ulamolarning orasidan ayni bir jismoniy noqislikka, ya'ni umumiy inson nizomidan noqislikka uchragan kishilarning qissalari jamlangan. Alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin, hammamizga namuna aylasin, ana shularni azimatlardan bizga ham nasib etsin. Bu kitob tavsiya qilinadi barcha qatlam uchun. Ilm ahillarida ilmga shijoat tug'dirish uchun. Mana shunday bemorlikki tushgan kishilarda o'sha bemorliklarda sabrni ilhom berish uchun va o'sha bemorliklarda yutuqlarga erishishga yo'nalish tavsiya berish uchun. Sog'lom odamlarda sog'liklariga shukr keltirish va shukronasiga buyuk xizmatlarga himmat qilish va shunga bel bog'lashga turtki berish uchun barcha qatlamga, talab ilmlarga talab ilmda sabot ko'rsatish va undagi qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun, ustozlarga ham ilm yo'lida, ilm tarqatish yo'lida mashaqqatlarga toqat qila olishlari uchun, fidokorlik bilan ilm va ma'rifat yetkazilishini his qilish uchun va hokazo hamma qatlam uchun, hamma insonlar uchun manfaatli bo'lib umid qilamiz. Muhammad Zarif birodarimiz ko'p bunga mehnat qildilar va boshqa ahli ilmlar ham bunga hissa qo'shganlar, ya'ni kelishida yordam berganlar, vujudga kelishida. Alloh o'zi manfaatli qilsin, amaliga muvaffaq qilsin. Bizlarga ham Alloh ana shunday hammamizga
o'shanga yarasha himmatlarni Alloh nasib etsin. Payg'ambarlarning qissalari Qur'onda ko'p keltirilgan. Ko'p keltirilganda Alloh taolo shu qissani oxirida Hud surasida yana boshqa suralarda biz deydi sizga mana shu oldingilarni qissalarini aytamiz, qalbingizni mustahkamlash uchun deydi. Demak, insonni qalbida, ruhida mustahkamlik, sabot yaratadi. Oldingi ana shunday sabot egalarining, azimat egalarining qissalari. Bundan namuna olish kerak. Ularning nasihatlari ham keltirilgan. O'sha nasihatlarni inson o'ziga qonun qilib amal qilish kerak va inson o'zi ham mana shunday bir namunani ko'rsatishga harakat qilish kerak bo'ladi. Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Elimiz uchun, yurtimiz uchun, hamma xalqimiz uchun foydali bo'lishini nasib etsin. Salomat bo'linglar.